Said Abdurahmonov san'atkorimizga katta rahmat dasturimizdagi ishtirok uchun va biz ularga ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz. Qaytamiz, joyimizga qaytamiz. Qizil sahna, ko'k sahna duelchilar joylarini egallashdi. Yana bir bor 3-shartga o'tamiz. Hurmatli hay'at a'zolari, diqqat qilasizlar, haligi hal qiluvchi vaziyatga yetib keldik. Erkin shart. Shuning uchun 3-shartda erkin ijro bo'ladi va har bir ishtirokchi o'zi xohlagan tarzda, xohlagan asarini, xohlagan yo'nalishda ijro qiladi. Kelishuvga asosan endi bir tomondan bo'ldi va hozirgi navbat Shohjahon Yoriyevga yana aylanib kelib to'xtadi. Shohjahon, 3-shart muvaffaqiyat tilaymiz. Shohjahon Yoriyev rubobda ijro bo'ladi. Tomosha qilamiz. Qalay, tomosha yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Diqqat bilan tomosha qilish kerak, chunki biz ham ancha mehnat qilamiz bir dastur efirga chiqqunicha. Sozandalarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Mana bu chalinayotgan kuyning nomi Xurram. Xurram zamonda yuraylik. Mazza qilib yaxshi san'at asarlarini eshitaylik. Toshkentda duel. Bu olamda shodu xurram yashaylik, kayfiyatimiz chog' bo'lsin degandik. Mana Xurram kuyi ijro etildi. Shunaqami? To'ppa-to'g'ri. Bizni ham ozgina xabarimiz bor ekan. Mana hay'at a'zolari darrov suhbatga berilib ketishdi. Nimaga bu hozir aynan shunaqa bo'ldi? Shu oxirga olib qo'yganda-da yaxshisini. Shunaqa. Bor ekan-ku. Xo'p, bor, bo'ladi. Albatta, endi hamma narsa haligi vaqt soati bilan bo'ladi. O'zi uncha ham haligi bir-biri bilan solishtirish to'g'ri bo'lmaydi-yu. Bu endi dastur nuqtai nazardan shunday yondashamiz va shu bahona oddiy teletomoshabin ham farqiga borib oladi. Bu yerda albatta o'sha san'atni ko'rsatishdan keyingi turadigan yana bitta narsa o'sha san'atni farqini tushuntirib berish, ijrolarni farqini, sozlarni, umuman ijrochilarni farqini ham tushuntirib berish bo'ladi aslida. Va biz Abduhoshim Yo'ldoshevga yuzlanamiz. Nuqul shu ismni aytayotganimda ichimdan bir narsa o'tyapti. Hech kim Abdurashid Yo'ldoshev deyormaganmikan deb o'ylab qoldim. Chunki o'zi ismni o'zi bitta zo'r san'atkorniki, familiyada-ku gapirmasa ham bo'ladi. Baxtiyor Yo'ldoshev, qancha zo'r Yo'ldoshevlar o'tib ketishgan va hozir ham bor. Mana bittasi bizni qizil sahnamizni egallab turibdilar. Abduhoshim yakuniy ijro. Haligi bir mashhur komediyada ko'rgandim. 3 dona gul ko'tarib kelsa, hozir biz uni bombardimon bilan yakson qilamiz dedi. Katta guldasta olib kiradi. Sizdan ugina, bizdan bugina degan badiiy filmda edi, adashmasam. Xullas, ijro qilamiz. Bu yog'i hakamlar hay'atini hukmiga havola. Va albatta teletomoshabinlarimizni. Abduhoshim Yo'ldoshev. Hayotning sinovlari boshga tushganda
har qanday zabardast yigit ham sinib qolar. Ammo onalarimizni qarshilariga kelganimizda o'zimizni go'yoki hech narsa bo'lmaganday tutishga majburmiz. Boisi onam bilmasin deymiz. Ota hovlim tollariga qo'ngan qushlarim, yor unutgan chog'lar sirdosh bo'lgan qushlarim, mendan xabar yetkazmoqchi bo'lgan qushlarim, sochlarimga oq tushganim onam bilmasin. Munisginam g'aribginam ko'ngli sinmasin. Sochlarimga oq tushganim onam bilmasin. Onam bilmasin. Onam bilmasin. Yuragimga dog' tushganim onam bilmasin. Katta yo'lga chiqdi denglar, tor bilan sirdosh. Katta yurak bilan dardga bergayman bardosh. Katta yo'lga chiqdi denglar, tor bilan sirdosh. Katta yurak bilan dardga bergayman bardosh. Menga aka singillar qarmaysan qartosh. Sochlarimga qor tushganim onam bilmasin. Munisginam g'aribginam ko'ngli sinmasin. Sochlarimga oq tushganim onam bilmasin. Onam bilmasin. Onam bilmasin. Yuragimga dog' tushganim onam bilmasin. Yuragida armon yo'q, baxtiyor denglar. Do'stligiga sodiq do'stlar, ahdi bor denglar. Muhabbatsan boshda sodri taxti bor denglar. Sochlarimga qor tushganin onam bilmasin. Munisginam g'aribginam ko'ngli sinmasin. Sochlarimga oq tushganin onam bilmasin. Onam bilmasin. Onam bilmasin. Yuragimga dog' tushganim onam bilmasin. Sochlarimga qor tushganim onam bilmasin. Onam bilmasin. Badiiy joylari keldi, lirik chekinish deydi-yu. Bo'lmas edi hamrohim qo'shiq, onajon sen aytmasang alla.
bo'larmidim hayotga oshiq mehri daryo aytmasang alla o'sha sodda so'zlaring tinglab olam olam zavqqa to'lganman dildan aytgan har bir so'zingni qulog'imga quyib olganman sening o'sha allang tufayli men ham hofiz bo'lib qolganman. Ekran qarshisida o'tirgan hamma onajonlarimizga bu qo'shiq. Abduhoshim bizga o'xshagan farzandlarini nomidan mana shu qo'shiqni qabul qilishadi onalarimiz. Ijozat bersangiz ikki og'iz gapiraman, ming bor. Gapiring. Nima desam ekan? Boshida aytganimdek, har qanday o'g'lon, har qanday erkak kishi borki, onasini yaxshi ko'radi. Ana shu insonlar har birimiz, siz ham, men ham, bu yerda jurilarimiz ham hammamizni boshimizdan o'tgan sinovlarni onamizga bildirmaslikka harakat qilamizda. Shu o'rinda men Farog'at opamlarga minnatdorchilik bildiraman. Mana shu qo'shig'i, so'zini yozganlar bu inson. Kitob varaqlab turib, onam bilmasin degan sarlavhasiga ko'zim tushib, shu narsa meni parchalagan. Shu qo'shiq shundan yaralgan. Shoirimizga, opamizga minnatdorchilik bildiraman. Umrlar uzoq bo'lsin. Mana bo'lsin. yana bitta ijod namunasi. Sof o'zbekcha, bir chiroyli. Hozir bir chekkadan qarab turib, haligi ko'pchilik endi misol uchun mana Sherali Jo'rayev ustoz va bir qancha xususan o'zimni otamlar ham tor chalib ijro etishgan, lekin ko'proq mana shunaqa uslubda, ya'ni torni pastlarga tushirib olib, Rustam G'oipov davridan ko'z oldimga keladi endi. Balki boshqalarni ham ko'rgandir. Maqsad cholg'uni ushlab turishdan o'sha rahmatli Sherali Jo'rayevning bir gaplari bor. San'atkor daraxt ustiga chiqqanda ham qo'lida sozi bo'lishi kerak. Chunki o'sha yerda ham undan qo'shiq so'rab qolishadi degan gap aytilgandi. To'g'risi 3-shartdan keyin men har ikkala ijrochiga katta rahmat demoqchiman. Shohjahon, sizni ham uyingizdagilar ota-ona tomosha qilishyapti, balki biror nima deb qo'yarsiz. Meni shu paytgacha tarbiyalab, o'sha ta'lim-tarbiyalab o'qitgan avvalambor ota-onamga kattakon rahmat aytib qolaman, hammalarga salom aytaman. Shu juri a'zolarimiz o'z vaqtlarini ayamasdan bizni baholash uchun shuncha vaqtlarini ajratib uchun kelishdi. Bularga ham rahmat aytib qolaman. Taklif uchun sizga ham rahmat.